Janob, menimcha mana shu qishloq bo'lsa kerak. Ha, bolalar, mana shu qishloq meni eski qishlog'im bo'ladi. Anchagina o'zgarib ketibdi. Mayli, hozir boray-chi janob Berdi yoniga. Nima der ekan qani? Bo'ldi, o'ynamayman. Yutqaz jonimga tegib ketdi, to'g'risini aytsam. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xava yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar, tushunmadim. Derazani kim sindirib ketdi bu yerda? Bu yerda deraza turgandi. To'xtayli. Men borib o'zi qumab kelib deraza yasab bu yerga qo'ymasam, kecha sovuq kiradi, kunduz issiq kiradi, issiq sovuq bo'lib qolaman keyin. O'shaning uchun hozir bu yerga deraza olib kelishim kerak, ya'ni qumab kelib turib deraza yasashim kerak. Tak, mana shu tomonda edi. Tak, soat necha bo'ldi ekan, o'zi ham juda ham ko'p, hali endi 10 bo'libdi-ku. Kompyuter o'ynayverib vaqt o'tkazib o'ribman. Hozir borib qumab kelaman-da, deraza yasab turib, qarochi, deraza qo'yib qo'yman o'sha yoqqa, qarochi tak. Xo'p, mana olib kelyapman qumlarni. Ana endi bu qumlarni pishirish kerak. Menda pechka bor, конечно, pechka bor. Tushunman, bu yerda kim teshib ketdi, bu yerda to'g'rilab olish kerak. Obunachilar, sizlarga bitta narsa aytib o'tib ketmoqchiman. Esingizdan chiqib qolyaptimi bilmayman, nimagadir kanalga obuna bo'lmayapsizlar. Obuna degan knopka turibdi pastda. Ko'ryapsizlarmi, yo'qmi? Yo'q, ko'rmayapsizlar. Ko'rmayotgan bo'lsanglar ochiqcha aytinglar, ko'rmayapman deyglar. Men ko'rinadigan qilib qo'yaman. O'shani bosib qo'yaveringlar, bratanlar. O'zi 3 tami 4 tagina kanal bor o'sha tugmani ostida. Hammasiga o'zim video qo'yib chiqyapman. Hammasida video chiqyapti har kuni. Tak, hozir mana bu qumni pishirib olish kerak. Hammasini ham pishirish shart emas shekilli. Tak, nechtasini pishirsam ekan, 3 tasini bunga ham, bunga ham solib qo'yamiz. Endi buni pishirish uchun menga tak ko'mir kerak. Yo, daraxt topib kelsam bo'ladi. Daraxt bilan pishirsak ham bo'laveradi. Uyimda oldida zo'r daraxtlar bor, bu daraxtlarni kesmayman. Mana bunaqangi qora daraxtlar, ya'ni o'rmonning ichida o'sadigan daraxtlarni kesish kerak. Sababi bu daraxtlardan o'zi deyarli foydalanilmaydi. Faqat mana shu yerda o'sib yotadi, bekordan bekor. O'shaning uchun ham buni yoqishda foydalanish kerak. Qora daraxt yaxshi yonadi. Taxtaga aylantirib olsak, vobsheta bo'ladi, bor. Tak, hozir olib borib buni shunday qo'yaman, yonadi, tayyor pishadi. Tamom, keyin derazani qo'yib qo'yaman. Janob mer nimagadir telefon qilgan ekan, bilmadim, balki gapi bordir, zarur. O'shanda borib janob mer bilan gaplashib kelaman haliroq. Tak, bu yerga 3 ta qo'yamiz, bu yerga ham 3 ta qo'yamiz va bunga 2 ta qo'yamiz. Bu tayyor bo'lguncha mana bu tak kerak emas narsalarni bu yerdan olib qo'ysam ham bo'laveradi. Hozir menga o'zimni ketmonim kerak. Bitta cho'pli ketmonim bor. U cho'pli ketmon bilan polni tozalab bo'lmaydi. Tak, mana hozir kartoshkalarni yig'ishtirib oldim. Faqat kartoshka ekkan ekanman nimagadir. Mayli, keyingi marta boshqa narsalar demaykanman. O'sha oynalar tayyor bo'libdi. Tak, mana va mana hozir hammasini birlashtirib yubqa oyna yasayman. Ya'ni mana bunaqa qaranglar, hozir mana bunaqa qilsak 16 ta bo'layapti. Oho, buncha qayerga qo'yaman? Uni ham sindirib almashtirib yuboraman yangisiga. O'shanda cho'tki turadi. Bu yerda bitta o'ynam bor ekan, buni ham almashtirib yuboraman. Tak, bo'ldi, всё. Qolgan turadi shu yerda. To'xtanglar-da. Inventarga qo'yibman. Hamma nichivo. Tak, hozir tak janob mer oldiga borib kelishim kerak. Soliq to'laymanmi, boshqanisi qilaman bilmadim, lekin janob mer chaqirgan ekanda, telefon qilgan. Mana oynalarni ham sotib kelsam bo'ladi. Ana sotib oladigan brat bor edi-yu, Jitel brat. O'sha oladimi yoki janob merni o'ziga yetib beraymikan? Ana shu bratanga berib ketay, pul ham bersa kerak menga, menimcha. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, Jo'xa, yana nima olib kelding? Mana bu oynalarni sotmoqchi edim. Yaxshi bo'ladimi, zumrudlar? Bo'ladi, addo shu brat, rahmat. Bo'pti, sog' bo'l. Mayli, siz ham sog' bo'ling. Kattakon rahmat sizga. Arzmaydi, kep tur. Mayli, harakat qilaman. Xo'p. Shu brat juda ham yaxshi ko'ryapsizlar. Luboy narsa olib kelsam oladi. Hozir borib Jitel olib kelib sotsam, Jitellarni ham oladi-yu, lekin Jitel savdosi yaxshi emas. O'shaning uchun ham Jitellarni olib kelib sotmayman. Tak, mana bu yerda sirli joyim bor, ya'ni pullarimni yashiradigan joyim bor, bilasizlar. Hozir mana bu yerda kirkam qani edi. Mana shu yerga solib qo'ysam bo'ladi. Tak, mana bu yerda bitta dahshat joyim bor, bilasizlarmi? Tak, hozir kirka borda, oltinli kirkami, qanaqa kirka edi bu? Oltinli ekan. Mana bu yerda bunaqa joyim bor, ko'ryapsizlarmi bu yerni takoyligini? Mana shuncha pul bor, mana yerda xatam bor. Bu xatda avval o'qib berganman sizlarga, bilsanglarga. Mana shu pullarni tak shu yerdan olib turib boshqa joyga olib qo'yish kerak. Mana buni tartibli qilib qo'yish kerak. Mana bunaqa takoy qilib normalniy bo'lib turadi. Xo'sh, ana endi qaranglar. Mana bu yerga solib qo'yamiz, chunki pullarni hech kim ko'rmasligi kerak. Bu sirli pullar. Xo'p, mana bu kirka ham bu yerda tursin. Keyin bo'ldi, hammasi joyida. Endi esa janob merning yoniga borsam bo'ladi bemalol. Janob mer har doim chaqirardi, bugun bilmayman, balki esdan chiqib qolgandir. O'shaning uchun ham bugun o'zim oldiga boraman. Xo'sh, hozir birinchi o'rinda uydan kirib
bir ikkita narsalarni joylashtirib olishim kerak. Keyin ana telefon qildi. Alo, eshitaman janob mer. Jo'xa, tez yetib kel yonimga. O'zi borayotgandim janob mer. Bo'pti, tezroq kel. Ko'rdinglarmi obunachilar, bilaman-da, o'zi men aytdim sizlarga. Janob mer chaqiradi dedim u. U bilaman-da chaqirishini. Har doim chaqirgan shu vaqtgacha. Endi ham chaqirdi. Nimaga chaqirganini esa bilmadim. Hozir so'raymiz. Assalomu alaykum janob mer. Taq, eshigingiz ochiqmi? Kir, va alaykum assalom. Keldingmi Jo'xa? Yo'q, kelganim yo'q. Uyimda o'tiribman hali ham, kompyuter o'ynab. Undan sen meni oldimda qanday bo'lib turibsan? Shu hayronman, siz qandaysiga bo'lmasa meni ko'rmayapsiz. Bo'ldi, ko'ryapman. Nima o'yna ko'ryapsan? O'ynamni alishtirayotgandim uyda. Ha, tushunarli. Seni birov kutyapti qishloqni boshida. Bo'pti, hozir boraman. Qanaqa? Bu qariya kim bo'ldi? Tushunmadim. Qanaqadir mehmon kelganmikan? Rostdan ham qo'riqchimi? Nima degan? Qo'riqchi bandit? What? Qo'riqchi bandit? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan yigitcha? Yaxshi, o'zingiz ham yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bular qo'riqchi bandit emas, qo'riqchi brat ekan-ku. Ha, shunaqa. Xullas, men bu qishloqqa oldin yashaganman. Ya'ni bu meni eski qishlog'im. Tushunmadim. Xo'sh. Qarochitak, bu yerda meni eski uyim bor qishloqda. O'sha tagida xazinam qolib ketgan. O'sha xazinani olib ketishga kelgandim. O'sha xazinani olishga yordam berib bor, seni janob mer aytdi, yordam beradi deb. Mayli kuyal. Oho, shu edimi? Ha, men bu uyga ancha oldin yashaganman. Bilmayman necha yil bo'lib ketgan. O'zi bilinib turibdi, bir 46 yil, bir 40 yillar bo'lib ketgan, bilmayman. Yo'q, 40 yil bo'lgan-ku, yo'q hali. Necha yil bo'ldi? Bilmadim, bir 29 yil shunaqa bo'lib qolgan. O'zi 40 yilga yaqinlashmam qopti-yu, brat. Ha, shunaqaroq. Bu yerda bor asbob-uskun olib kelasanmi? Xullas, bu yerni tuzatish kerak-da. Tagida shu uyni tagida xazinalar bor. O'sha xazinani olish kerak, tushundingmi? Tushundim, lekin siz devordan qanday o'tyapsiz? Bu yerda meni devordan o'tkazadigan apparat bor, ya'ni sirli tizim o'rnatgandim. Yoshligimda, ya'ni bu yerda yashaganimda shunaqa tizimdan foydalanib o'tib qaytardim. Hozir esa u tizim ishlamay qolgan. Tushunarli. Demak, siz sehrgarmisiz? Yo'q, men dasturchi bo'lganman avval. Aytishnik. Shunaqaroq. Tushunarli. Tak, hozir unda qarang. Men borib uydan narsalarimni olib kelayin, keyin qilib beraman yoki o'zingizda tayyor bormi? Olib kel borib. Mayli. Uyimdan borib asbob-uskunalar olib kelishim kerak yoki men bu yerda do'konda bormi asbob-uskunalar? Uydagi asbob-uskunalar kerak yo'q menga. Uyimdan borib kelaymikan yo zakaz qilaymikan? Zakazdan ham oson bo'ladi-ku. Yangi nima qilaman? O'zimda bor tayyor narsani ishlataman undan ko'ra. Nima qilaman? Pul sarflab o'tirib. O'shaning uchun ham tayyorini olish kerak, olib borish kerak, ishlatish kerak, qilib berish kerak, brat, pulini olish kerak. Tamom, всё. Tak, kirka bor, keyin bel kurrak ham bor menda. Hamma narsa bor, qarochi. Nima qilaman yangi olib o'tirib aytgandek. Jetel qalaysan? Yaxshi, o'zing yaxshimisan, Jo'xa? Zo'r. Sen bitta urgim kelyapti-yu, mayli urmayman, yig'lab o'tirasan keyin. Tak, hozir nima haqida o'ylab turgandim, esimdan chiqib ketdi, qaranglar. O'sha bratlarni borib eski uyini tuzatib berishim kerak. Lekin tushunmadim, bu qanaqa mashina? Kimdir mashinani aytgancha o'zim-ku, avvalgi videolar ko'rgan bo'lsanglar, o'sha BMW ni Ronaldo berganmidi, kimdir bergandi-da. O'shani hayday olmay olib borib o'sha yoqqa avariya qilgandim. Bratam, men hozir ishni boshlayman. Mayli, boshlay qol. Mayli, tak, mana bu yerdagi bloklarni olib tashlash kerak, chunki yo'lni biqinida rasvo holatda turibdi, bilmayman nimaga bunaqa bo'lgan. Tak, chekkaga tashlab yuborsam bo'laveradi. Xo'p, ana endi mana bu yerni ochish kerak. Tak, birinchi mana bu joylarni sindirib yuborish kerak. Tak, bu yer nimaga ochilmayapti? Mayli, mana bu derazaning ustidagi taxtalar olib chiqayin birinchi, keyin to'g'rilab yuboraman. Bu yerni qayta remont qilguncha bilmayman meni qancha vaqtim ketib qoladi, lekin maksimal harakat qilaman. Xo'p, ana endi bu yoqda o'rgimchak to'rni qaranglar. O'rgimchaklar bu yerda 5 yulduzli mehmonxona qilib yuborgan-ku, qaranglar. Faqat o'rgimchak to'rlari uyotdi uyni ichi. Bu uyligi ham qolmagan bu yerda hozir. Bu yer bir o'rgimchak xona bo'lib qolganda, garojidagi qisqasi. Mehmonxona emas, o'rgimchak xona. O'rgimchaklarning mehmonxonasi. Nima demoqchi edim? G'alati gap gapirib qo'ydim. Kap deb qo'ydim, ko'ryapsizlarmi? Ko'p gap demoqchi edim.
Ha mayli. Короче так ana endi buni ichidagi ortiqcha narsalarni yana yo'qotib chiqish kerak. Tashqarisida ko'p narsa bor ekan o'zi, ichkarisida demoqchi bo'lyapman. Hop, bu ana oynalar bekor sotib o'rgan ekanman. Mana bu yerda kerak bo'lar ekan, ko'ryapsizlarmi? Sotmasam bo'lar ekan-ku, lekin endi befoyda sotib o'rganimdan keyin afsuslanishga kerak yo'q. Bo'lar ish bo'lgan. Bu yana bittasini sindirib qo'ydim. Ha mayli, hech narsa qilmaydi. Shu yerdan kirib olay bahonada. Tak, ana endi qaranglar, mana bu yerdagi ortiqcha taxtalarni olib tashlashni o'rniga toshlar olib chiqaman. Nima bilasizlarmi? Chunki xazina binon tagida dedi janob aytdi-yu, ana u kim edi? Boymi, qanaydir odam. Короче, qo'riqchi brat deb yozib qo'yibdi. Ana qo'riqchilarning ustiga men qo'riqchi bandit deb o'qibman. O'qishda ham qiyib yordim lekin. Xo'p, mana bu yerni sirazi olib borsam, keyin tagidan qandaydir xazina chiqadi deyapti. Qanday xazina? Menimcha dahshat ko'p pul chiqsa kerak bu yerdan. U pullarni keyin menga ham bir qismini beradimi deyapman-da, saxiy boyga o'xshayapti bu odam. Endi shunday odamlar ham bo'ladi, bilasizlar-ku. Bitta narsani topib ber deydi. Men seni mana ekan, sinagandim deydi. Yo'q, sinaganmi desam-ki, ha deydi. Unda mana pullar ol deydi. O rahmat, tushunmadim. Qani xazina? Shu xazinami shu? Obunachilar? Yo, bu g'alati xazina bo'lishi mumkin emas. Bunaqa xazina bo'lmas shekilli. Tak, hozir bu yerni qaytadan mana bunaqa qilib yopib qo'yayin. Yo, bu yerda qanaqasiga? Bu xazina emas-ku. Bratan adashdi shekilli. Menimcha rostdan ham adashgan. No, hozir mayli borib bratan topib kelaymi, nimadir qilish kerak. Bratanga xazinasini ko'rsatishim kerak. Bu xazina emas-da. Bu qanaydir o'yinchoqlarmi, nimadir narsalar bor ekan. O'sha narsalarni xazina degan shekilli bratan. Mayli, hozir borib chaqirib kelaman o'sha odamni. Keyin esa xazinasini ko'rsataman. Shu yer ochiq tursin, pakashto. Xo'p, yo olib boraymi ekan? Olib borib beraman birdan egasiga. Ishdan chiqqan narsalarni ko'ring, mana xazinangiz, mana shu narsa sizning xazinangizmi deb ko'rsataman. Xo'p, ana endi mana bu yerni yopib yuborish kerak. Tak, bitta qo'yamiz va yana bitta blok yetmas ekan. Anichivo hozir tak, to'xtanglar, bu yerdan bitta ikkita blok olib olishim kerak. Bittagina tosh blok qo'ygan. Bu esa mayli, shuni tura qolsin yoki ustiga nimadir qo'yaymi ekan. Turaversin shu holatida. Tak, mana bunaqa jum blok yasab turib qo'yib qo'ysam bo'laveradi. Normal turadi menimcha. Tak, tagiga qo'yib junni, lekin bitta narsa bo'ladi. Sal agar qattiqroq bosib yorsak, ko'chib ketishi mumkin, ya'ni cho'kib ketishi mumkin. Bu o'yinchoqlarni shu yerga qo'yib ketayin, ko'tarib yuramanmi? O'sha bratanni o'zi kelib ko'radi menimcha. Endi tushundim. Bratni haqiqiy xazinasi bu uni yoshligidagi o'yinchoqlari bo'lgan. Tushundim. Sizlarda ham shunaqa o'yinchoqlar bormi? Haqiqiy xazina. Men xazinamni yo'qotganman, o'zimni xazinamni, ya'ni o'yinchoqlarimni. Qachondir topib olsam agar o'shanda maza qilib o'ynayman, lekin bilmayman qachon topaman. Bu yerda Octagon Liganing o'yinchog'i bor ekan. Juda ham zo'r ekan. Mana bu bratanlar urushyaptimi, nimadir bo'lyapti, короче. Xullas, bu haqiqiy xazina ekan.